Assalomu alaykum rahmatullohi va barakotuh. Bugun sizlar bilan ayol eridan ustunmi? Itoatsizlik oilani yemiruvchi illat mavzusida sizlar bilan g'oyibona suhbat quramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ayol eridan ustunmi? Itoatsizlik oilaga solingan yog'ochdir. Itoatsizlik hozirgi paytdagi illatmi? Bir paytlar o'z orzusi bo'lgan to'y libosini kiydi. Bugun esa o'z eridan nafrat bilan yuz o'girgan. Nega bunday bo'ldi? Nega mehr itoatga, muhabbat esa nafratga aylandi? Ayol uyning qalbidir. Agar qalbda zahar bo'lsa, oila ham uni his etadi. Islom bizga hurmat va muhabbat asosida oila qurishni o'rgatgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ayolning eriga itoati jannat kalitidir deganlar. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: ayol 5 vaqt namozini o'qisa, ro'zasini tutsa, nafsini poklasa va eriga itoat qilsa, unga jannatning istagan eshigidan kir deyiladi. Ibn Hibbin rivoyat qilgan. Kimga berildi bunday ulug' va'da? Malikalarga emas, balki itoatli, ibodatli, mehribon ayollarga. Hozirgi paytda ayol qizlarimiz ijtimoiy tarmoqlarga sho'ng'ib ketishgan va hayotni internetdan o'rganmoqchi bo'lishadi. Lekin itoat zaiflik emas, ayolning ziynati hisoblanadi. Itoat zaiflik emas, balki haqiqiy ayolning kuchidir. U eridan oldin eshik ochadi, choy quyib qo'yadi. Bu uning arzimasligi emas, balki uning iffati, tarbiyasi va kattalik belgisidir. Erga itoat qilish bu zaiflik hisoblanmaydi. Shu hisobda erga baqirish, uni ovozini o'chirish, o'zini oilada hukmron his qilish bu ayollarni ulug' qilib qo'ymaydi. Ulug' ayollar eriga vafoli bo'lishgan. Masalan, Hadicha onamiz bor mulkini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yo'lida din uchun sarflaganlar. U zotga hech qachon qarshilik qilmadilar. Ummu Salama Oysha onamiz barcha hurmat, muhabbat, itoat bilan yashagan. Nega biz ularga emas? Nega biz hozirgi serial qahramonlariga taqlid qilyapmiz va ulardan namuna olmoqdamiz? Haqiqiy ayol o'z erining ko'zida qimmatli durdona. U baxtni tashqi ziynatdan emas, ichki soflikdan izlaydi. Ayol eridan ustun bo'lishni emas, uning jannat sababi bo'lishni orzu qilish kerak. Aziz ayollar, agar siz oilangizni malikasi deb o'zingizni his qilishni xohlasangiz, eringizni shu oilani shohi deb hisoblang. Mana shunda siz bu oilani malikasi bo'lasiz. Aziz ayollar, biz bilan shu kanalda qoling va izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Har bir ayol o'z oilasining muqaddas insonidir. Siz borsiz, oilangiz tinch hamda farovondir. Ayol barcha durdonalarning ipi hisoblanadi. Bu ip hech qachon uzilmasin. Doim Allohni eslash bilan, Allohni aytganini qilish bilan inson shaytonning ig'vosidan qutulib yuradi. Va ishi o'ngidan keladi. Hamma narsasi yaxshi bo'ladi. Rasul akram alayhisolatu vassalomni tarbiyalari shu, o'zlarini tutishlari shu, biz ummatlarga qilgan nasihatlari shu. Mana shu haqiqatlarni biz bilishimiz kerak. Allohni doim eslab turish uchun ibodat kerak. Aqimiz solata li zikri deydi Alloh taolo. Namozni meni zikrim uchun, ya'ni meni eslash uchun qoyim qilgan. Ro'zani nimaga tutyapmiz? Allohni eslash uchun tutyapmiz. Ro'za insonga Allohni doim eslatib turadigan buyuk ibodatdir. Ana, shaytonning ig'vosidan qolay, yomonliklardan chetda bo'lay, faqat yaxshilikka erishay, baxtli bo'lay, saodatli bo'lay,
o'zim, oilam, elim, yurtim, butun insoniyatga faqat yaxshilik qilay, yomonlikdan tamoman chetda bo'lay degan odam Allohning ibodatini qiladi. Chunki ibodat faqat yaxshilikka chorlaydi. Shaytonning ig'vosidan, yomonliklardan saqlaydi. Doim ajr, savob, yaxshilik, xayr, baraka, baxt, saodatga insonni yetaklaydi.